Pastdagi qavatda yashab, tashqariga ko'rinishdan qo'rqib, uy ichida bemalol yura olmayapsizmi? Bunga oddiy yechim bor. Domni teva qavatidan olish. 5 qavatli domning 4-qavatida joylashgan 3 xonali kvartirani sizga taklif qilamiz. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyasi yaxshi ishlaydigan bu domni ichidagi hamma narsasi bilan 36 mingga olishingiz mumkin. Faqatgina xolodilnik va kir mashinani olib ketishadi. Mebel va pardalar ham uyga mutanosib qilib tanlangan ekan. Remont holati yaxshi, kattalar va bolalar yotoqxonasi, keng mehmonxona, sanuzel ishlatishga tayyor holga keltirilgan. Dush, vanna, issiq sovuq suv tizimlashgan. Oshxonada ham hamma jihoz, mebel, sharoit mujassam. Uy egasi ijodkorgina ekan, ovqatlanayotib kayfiyatingiz ko'tarilib ketadi. Balkonidan shundoq ko'rinib turgan bino qayer deb o'ylaysiz? Izohga yozib keting. Koridorni aytmaysizmi? Kenggina, uzungina ekan. Opisaniyadagi nomerga telefon qilib, egasi bilan bemalol kelishishingiz mumkin. Tavsiyamizdagi uy Mindoramot mashina bozoridan keyin Pepsi magazini orqasidagi 20-dom hisoblanadi. Videoni tayyor uy qidirayotgan tanishingizga jo'natib qo'ying.